Sirdaryo tumanimizda juda ko'p bog'chalarda, maktablarda shunaqa ishlar olib borilmoqda. Biz o'zimiz bir-birimizni tajribamizni almashishga borganda ham shu jarayonlarni kuzatib bormoqdamiz. Demak, bu faqatgina bizda emas, butun tumanimizda shu ishlar olib borilmoqda. Bu islohotlar amalda bo'layotganligini biz ko'zimiz bilan ko'rib turib, biz shunga juda ham xursandmiz. 25-maktabda mavjud binosida maqbul bo'lgan xonalarni o'zgartirib, ichini hojatxona qurilishini amalga oshirdik. Qizlar uchun ayniqsa sanitariya gigiyenik holatlari inobatga olingan juda ham hamma narsani o'z ichiga qamrab oluvchi hojatxonalar, issiq suv, sovuq suv ham bizda zamonaviy energiya tejamkor tizimlarni o'rnatdik. Bu jarayonda bu O'zbekistonda sinov tajriba tariqasida o'tkazilyapti. O'zi sokovet tizimi, septik tizimi, shu filtrlar keyin infiltratsiya orqali o'sha chiqindi suvlarni yerga singdirib yuborish ishlarini bajardik. Tugallash bosqichidamiz. 95% ishimiz tugallangan. Maqsad energiya tejaymiz. Birinchidan, bu yerda hech qanaqa elektr uskuna ishlatilmaydi. Mana suvni qizdirish uchun quyosh suv isitgichlar o'rnatilgan. Alohida imkoniyati cheklangan shaxslar uchun panduslar qurdik. Ichkarida nogironligi bor shaxslar uchun alohida hojatxonalar. Ularga hamma qulayliklari bilan yaratilib, tayyorlab qo'yildi.